أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم olamlarni tarbiya qilguvchi Allohga hamd bo'lsin. Sayyidimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga, u zotning oilalariga, barcha sahobalariga hamda qiyomatgacha ularga husni odob ila ergashgan kishilarga salavatu salomlar bo'lsin. So'zim boshi bismillah, xatoyim kechir Alloh, la ilaha illalloh. Parvardigorim o'zing, yo Alloh, la ilaha illalloh. Cheksiz qudrat egasi, karami keng sen o'zing, la ilaha illalloh. Yaratguvchi ham o'zing, jon olguvchi ham o'zing, la ilaha illalloh. Ikki olam Robbisi sen o'zingsan, yo Alloh, la ilaha illalloh. Osi bandang qulingni panohingda asragin, la ilaha illalloh. Senga qilgan toatim qabul etgin ilohim, la ilaha illalloh. O'zing bergan zehningni o'tkir qilgin ilohim, la ilaha illalloh. Haq yo'lida so'zimni keskir qilgin ilohim, la ilaha illalloh. Zarra bo'lsa dilda kir, o'zing arit ilohim, la ilaha illalloh. Osi bandang qalbiga nuring tarat ilohim, la ilaha illalloh. Shaytonning so'zlaridan yiroq qilgin ilohim, la ilaha illalloh. To'rt muccamni sog'lom qil, iymonimni butun qil, la ilaha illalloh. Ko'pni yarlaqat Alloh, qatoridan kamsitma, la ilaha illalloh. Muruvvatingni ayab, bizdaylarni o'ksitma, la ilaha illalloh. O'zing rahm et Alloh, rahmatingga men mushtoq, la ilaha illalloh. Luqmamizni halol qil, tilagim shul yo Alloh, la ilaha illalloh. Kalimai tavhiding dilimdadir doimo, la ilaha illalloh. Ketar chog'da tilimga kechiktirmay keltirgin, la ilaha illalloh. Man degan kimsalar oxir senga bosh egar, la ilaha illalloh. Karaming kengligidan ularni ham kechirgin, la ilaha illalloh. Yomon kuning yiroq qil, bevaqt ajaldan asra, la ilaha illalloh. Yomon kuning kelganda sabr bergin yo Alloh, la ilaha illalloh. Yurtimizga tinchlik ber, go'daklarning rahmin ye, la ilaha illalloh. Keksalarning iymonin mustahkam qil ilohim, la ilaha illalloh. Dil boshqa-yu dil boshqa kimsalarni kamaytir, la ilaha illalloh. Iltijoyim ko'p ammo noshkur dema Alloh, la ilaha illalloh. Umidim ko'p o'zingdan, tilab qolurman sendan, la ilaha illalloh. Pok yaratding pok olgin, sog' yaratding sog' olgin, la ilaha illalloh. Qahringdan qancha qo'rqsam, mehringga ham tashlaman, la ilaha illalloh. Yo'qdan bor qilguvchi san, soniyalik mehmonman, la ilaha illalloh. Har bir soniya uchun oldingdaman, qarzdorman, la ilaha illalloh. Qarzimni uzolmasam, qahringga olma aslo, la ilaha illalloh. Omonating topshirsam, o'zing kechir yo Alloh, la ilaha illalloh. Do'zaxning azobidan o'zing qutqar yo Alloh, la ilaha illalloh. Jannatning mevasidan nasib etgin ilohim, la ilaha illalloh. Har mushkulni hal etish senga osondir faqat, la ilaha illalloh. Sifating bayon uchun fikrlarim qatma-qat, la ilaha illalloh. Qay bir sifating yozay, dildostonimni ochay, la ilaha illalloh. Yo Rab, umr qisqadir, o'zing barakasin ber, la ilaha illalloh. Yo'lingdagi qadamim qutlug' qilgin ilohim, la ilaha illalloh.
Gunohimizni kechirgin, tavbamizni qabul qil. La ilaha illalloh. Payg'ambarim ummati qilib olsin dilda jo. La ilaha illalloh degan xolis niyatda qudratingni madh etdim. La ilaha illalloh. Yaxshi yomon kunimda o'zingdirsan madadkor. La ilaha illalloh. Iltijolar muhabbat so'zin qildi muxtasar. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. Allohumma salli ala sayyidina Muhammad. Allohumma salli ala sayyidina Muhammad. Allohumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalomu alaykum aziz muxlislar, aziz obunachilar. Kelayotgan Qurbon hayit bayramingiz hammangizga muborak bo'lsin. Allohim uyingizga qut-barakotlar, yaxshiliklar bersin. Bugungi mavzumiz pulga qilingan sehrni botil qilish siri. A'udhu billah, a'udhu billah, a'udhu billah, a'udhu billah, samil alim minash shaytonir rojim. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وخمة ومن كل عين لامة. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما ألقى قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلمات الله ولو كره المجرمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما ألقى قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلمات الله ولو كره المجرمون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق ومن شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق ومن شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق ومن شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس minal jinnati van nas. Mana shu Nas surasini ham yana 2 marta o'qiysizlar. 3 marta bo'ladi shu bilan. Inshaalloh taolo barcha pulga qilingan sehr jodu tarqab ketadi, yo'q bo'ladi. Buni 41 marotaba qilsangiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Bu sehr jodu juda ham yomonidan bo'lib, chaqa pullarga yoki mayda pullarga sehr jodu qilib, u yerga bu yerga ko'mib bir narsa qilib qo'yishadi. O'sha bilan bir simga zor bo'lib, horuzorlikda hech ko'karmasdan odam yuraveradi. Buni o'zi tushunmaydi. Bu kambag'allik sehriga qilingan sehrlardan biri bo'lib, barcha insonni o'sha narsaga qilinsa horuzor qiladi oxir alal oqibat. Xohlasangiz bor pulingizni oldingizga qo'yib pulingizga dam uring. Xohlasangiz shunday o'qib qo'ying. Ana shunda o'sha kambag'allik sehridan alhamdulillah Allohning o'zi qutqaradi sizlarni. Hammamizni oilalarimizga qut-barakot, yaxshilik, davlat yog'dirsin. Allohim topgan tutganimizga barakotlar bersin. Hammamiz o'g'il qizlari rohatini ko'raylik. Hammalarga uylarga shod va xurramlik, yaxshilik ato etsin. Barcha mushkullarni Allohim o'zi oson qilsin. Hamma mushkullarni Allohning o'zi yechib tashlasin inshaalloh. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Kelayotgan hayit bayraminglar hammaga muborak bo'lsin.